Alo, Alo. assalomu alaykum. Salom. Gulnura xononajon, sog'misiz, salomatmisiz? Erta tongdan? Kayfiyatlaringiz ham a'lomi? Xudoga shukr. Alhamdulillah, a'lo bo'lsin hamisha. Qilolmadim. Telefon nimaga ekan? Kim ekan? Albatta, biz sizni shunday quvonchli ayyomlaringizda bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q. Boringizga shukronalar avvalambor. Bezovta bilmayman. Bezovta biladigan kishi emas. Mashallah, albatta bugun qanaqa kun unda? Eng quvonchli kun. Albatta, hamisha quvonib yuring, shunday quvonchli kunlaringiz ham ko'p bo'lsin. Albatta, biz sizni mana shunday quvonchli kunlar bilan, go'zal bahorlaringiz bilan tabriklaymiz. Rahmat. Hamisha yaqinlar ardog'ida bo'lib yuring, hamisha farzandlar, nabirajonlar bag'rida bo'ling. Hamisha sevib-sevilib, aziz mukarram bo'lib yuring. Biz Telegram tarmoqlarida faoliyat olib borayotgan Yaqin insonimga izhorim tabriklar loyihasidan sizni bezovta qilyapmiz. Loyiha boshlovchisi Feruza buvini bo'laman. Sizni tabriklash maqsadida biz bilan bog'langan qadrdonlaringiz borlar. Ular qalblaridagi shirin so'zlarni siz uchun qoldirganlar. Kim bo'lishlari mumkin? Shu to'rtta farzandimdan birida endi qaysisiligini bilmasman endi. Mashallah. 4 tami farzandingiz? To'rtta xudoga shukr, 3 qiz, 1 o'g'il. Albatta. Ona qizlaringizni qaysi birlaridan kutgan bo'lardingiz? Qaysi birlari tez-tez kelib, "Onajon, sizni yaxshi ko'raman" deya mehrlarini ko'rsatib turadilar? Bittasi nima qildi, ikkinchidan shu Guljafondirda. Mashallah. Ona sizda onalik qalbingiz hech ham adashmaydi. Lekin ovozingiz juda ham past kelyapti-da. Mani telefonim shunaqa past ovoz. Shunaqami? Unda Birovga bo'lsa o'zizga yaxshi keladi. Ba'zida ham shular nima, uni eshitmayman, yaqinroq gapiring deb turadi. albatta. Unda onalik qalbingiz adashmadi. Sizni dunyo qadar yaxshi ko'rar ekanlar. Mening onajonim biz uchun jannatdan kelganlar deya ona qizingiz Guljaxonxon. Albatta kuyovingiz Husniddin aka, nabirajonlar Muhabbatxon, Munisaxon, Muslimaxon bizni buvijonimizni tabriklab qo'ying deya ular ham sizni qutlab qolganlar. Endi ijozat bering, ona qizingizni siz uchun atalgan go'zal nomalarni qabul qilib oling. Rozimisiz? Rahmat sizga ham, hurmatingiz bizga farzandlar uchun ajratib turgan qimmatli vaqtingiz uchun. Assalomu alaykum, mehribonim, Munisginam onajonim. Chiroyligim, jannatdagi gulim lolam onajonim, rayhon bo'yli, mushka ambarim, bahorim, eng go'zal gulim. Osmondagi eng yorug' yulduzim onajonim, hayotimni nurga, sevgiga o'rab turgan, menga tabassum, quvonch hadya qilib turguvchi Nuri jahonim onajonim. Men sizni ushbu muborak kun, tavallud ayyomingiz, go'zal onam, go'zal bahoringiz bilan tabriklayman. Eng katta boyligim, xonadonimizning barokati, mening qo'limning fayzi onajonim. Ushbu go'zal kunlar sizga qutlug' bo'lsin. Onajon, ilohim dunyo turguncha turing, baxtimizga doimo sog' salomat bo'ling. Betakrorim onajonim, benazirim, Alloh mukammal qilib yaratgan tanhoyim onajonim, yuz bahorni ko'ring. Bag'rimni, quchog'imni doimo to'ldirib turing. Qo'llarimni ham hech qachon qo'yib yubormang. Chunki siz hayotimning rangisiz. Siz bilan hayotim ma'noli, siz bilan bu hayotning har bir oni muhabbatli. Sizdek meni yana kim ham seva olardi? Onajon, erkalik qilsam kim ham ko'tara olardi? Boringizga ming bora shukronalar aytaman. Siz mening jannatimsiz, jannat kalitimsiz, ko'zlarimning nurisiz. Huzurli, halovatli har bir nafasimsiz. Barchasi uchun sizga rahmatlar aytaman. Onajon, har bir tuningiz uchun, sabrli, kuchli qilib, qiz qilib o'stirganingiz uchun Robbim sizdan rozi bo'lsin. Yaxshi ko'rishligimni bilsangizda, bugun takror aytaman, ming bor aytaman. Men sizni jonim bilan, qalbim bilan, yuragim bilan yaxshi ko'raman. G'amlar topolmaydi izingizni ham. Alam yoshlolmaydi ko'zingizni ham. Dardlar eshitmaydi so'zingizni ham. Men sizni yashirib qo'yaman ona, bu telba dunyoning yomonlaridan. Qalbimiz yuzlari somonlaridan, keksalik kelguncha tomonlaridan. Men sizni yashirib qo'yaman ona, ajinlar tushmasdan jamolingizga, qarilik yetmasdan kamolingizga, oq sochlar tegmasdan ro'molingizga. Men sizni yashirib qo'yaman ona, qo'lingiz asolar tutmasdan turib,
umr vujudingiz yutmasdan turib, rozi bo'lishingiz kutmasdan turib, men sizni yashirib qo'yaman ona, jismingiz oqizmay yillar soyiga, o'rab rayhonlarga, gulga, shoyiga, ko'nglimning eng go'zal ko'rkam joyiga, men sizni yashirib qo'yaman ona deya, mana shunday go'zal nomalarni go'zal ona qizingiz Guljaxon xonimlardan qabul aylaysiz. Rahmat. Sizga ham, unga ham, bachalarini huzur halosini ko'rsinki, bilan shaqarisini ulayam. Sog' salomat bo'lishsin. Albatta. Uylariga birgalashib, bitta ergilosin. Ilohim baxtlariga doimo sog'lik tilayman, salomatlik tilayman. Bachalarini baxtini, rohatini ko'rsin. Ilohim. Ona qizlaringiz 3 talar, to'g'rimi? Ha. Mashallah, jannat ekansiz. Unda ona qizlaringizni qaysi birlari sizga ko'proq o'xshaydilar? Endi bilmasam. Guljaxon qizingiz kenjalarimi? Shunda? Ha, kenja qizimiz. Aha, demak, u kishi erkangiz. Hali ham erkalik qiladilarmi? Ha, hammasi ham shu. Mashallah. Ona borki, farzandlar hech qachon ulg'aymaydilar-da. Ular hamisha kenja, kichkina bo'lib qolaveradilar, hamisha erkalik qilib yuraveradilar, to'g'rimi? Ha, shunaqa. To'ppa-to'g'ri. Ulardan rozimisiz? Xudoga shukr. Roziman. Ming roziman. Mashallah. Xudoga shukr shular. Albatta. Yaxshi ko'rishingizni. Yurtmanda shukr. To'ppa-to'g'ri. Onalar faqat farzandlar uchun yashashadi. Keyin nabiralar uchun, keyin abiralar uchun, keyin chabiralar uchun yashashadi, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Hammasini ko'rib yuring, hatto begonasini ham ko'ring. Hammalarini e'zozlarida bo'ling. Yaxshi ko'rishingizni ayta qoling ularga. Xursand bo'lsinlar. Bachalarim sog' salomat bo'laveringlar. Tabriklar, tilaklar tilagam hamroh bo'lsin. Rahmat. Kuyov bilan qo'sha qarib, bachalaringni huzur halovatini ko'rib yurgin. G'am ko'rma, hamma vaqt quvonib yurgin. Kulib, kelib, kulib ketgin eshitgin. Ilohim. Sog' salomat. Albatta. Sizga ham rahmat. Tashakkur. Boringizga shukronalar. Shunaqa tabriklarni, odamlarni quvontirib yuring. Hamma vaqt o'ylaysiz, boshingiz sog' bo'ling. Rahmat. Robbim rozi bo'lsin go'zal duolar uchun. Hamisha xursand yuring, go'zal ko'zlaringiz faqat sevinchdan yoshlanib yursin. Mana shunday ona qizlaringizni, erkak qizlaringizni, polvon o'g'lingizni hamisha e'zozida bo'lib yuring. Mana shunday quvonchli kunlaringiz ham ko'p bo'lsin, mehribonlar ardog'ida, farzandlar, nabirajonlar bag'rida yaxshi kayfiyatda o'tkazib oling. Mening onam yagona deya, Gulim Rayhonim deya go'zal tarona ham yo'llab qoldirganlar, albatta qabul aylaysiz. Salomat bo'ling. Xo'p bo'ladi. Biram go'zal chiroyli mening onam, jannatdagi rayhonima, gulilolam. Deydi joning omon bo'lsin, jonim bolam. Betob bo'lmang, yaratganga yetsin nolam. Onam, onam, jonim onam, jannatdagi rayhonima, gulilolam. Onam, onam, bolim onam, biram go'zal chiroyli mening onam. Onam, onam, jonim onam, jannatdagi rayhonima, gulilolam. Onam, onam, bolim onam, biram go'zal chiroyli mening onam. Dunyo tashvishlarin boshda ko'tarib, har kun duodan tolmagan jon onam, farzandlari uchun jonidan kechib, sochlariga oqlar oralagan onam. Mehringizga doim mushtoqman onam,
Oy cennet nur yüzlügüm validem Beşigimni tebratganingiz uchun Umrim yetmas mendan rozi bo'ling onam Onam, onam, jonim onam Jannatdagi rayhonima guli lolam Onam, onam, bolim onam Biram go'zal chiroyli mening onam Onam, onam, jonim onam Jannatdagi rayhonima guli lolam Onam, onam, bolim onam Biram go'zal chiroyli